Xitoy yuk mashinalarining ichida Foton Trackmate 5 avtomobili yuqori o'rinlarni egallab kelyapti. Bu mashinaga biz tent furgon ishini qilib berganmiz. Nima ishlar qilib berganimizni video davomida tushuntirib o'tamiz. Bu mashinaga biz 180 balandlikda tent furgon xizmatini qilib berganmiz. 180 balandlikda bo'lgandan keyin bu mashinaga korona ustanovka qilish kerak bo'ladi. Koronasini ham ustanovka qilib berganmiz. Ahamiyat beradigan joyilar yashiga odatiydan kattaroq bo'lgan. Sababi buni mashinaning akkumulyatori tashqarida bo'ladi. Akkumulyatorni ham himoya sifatida yopib berganmiz, ham instrumentlarini yoki domkratlarni solib qo'ysalar ham bo'ladi. Agarda sizlar Foton Trackmate avtomobilini xarid qilgan bo'lsanglar, bort qismini qatta qildirmoqchi bo'lib o'ylayotgan bo'lsanglar, bemalol Termotentga murojaat qilsanglar bo'ladi.